Salom do'stlar. Bugun siz bilan tushda yirtqich hayvonlar hujumi haqida gaplashamiz. Ba'zi tushlar boshqalardan kuchliroq ta'sir qiladi. Ular orqali inson ruhiy va psixologik holati haqida ko'proq ma'lumot olish mumkin. Shu tushlardan biri hayvonlar hujumi. Bu tushlar ko'pchilik uchun qo'rqinchli bo'lishi mumkin, lekin ular sizning ichki qo'rquvlaringiz, hayotiy vaziyatlar va hayotiy qarorlaringiz haqida qimmatli signallar beradi. Endi tushda eng ko'p uchraydigan yirtqich hayvonlarni ko'rib chiqamiz va ularning hujumi nimani anglatishini tushuntiramiz. Tushda bo'ri hujum qilayotganini ko'rish bu sizning hayotiy energiyangiz, raqobat va kuchingizni sinab ko'rish demak. Bu holatda hayotiy vaziyatlarda qattiq va oqilona harakat qilishingiz kerakligini anglatadi. Yo'lbars hujum qilayotgani mustaqillik va shaxsiy xavf belgisi. Agar tushda yo'lbars hujum qilsa, bu shaxsiy qarashlaringiz va qarorlaringizga ishonchli bo'lishingiz kerakligini ko'rsatadi. Sher hujumi qudrat, rahbarlik va himoya belgisi. Agar tushda sher hujum qilsa, bu hayotiy vaziyatlarda o'z kuchingiz va mavqeingizga e'tibor qaratishingiz lozimligini bildiradi. Ajdarho hujumi ruhiy xavf va ichki energiyani namoyon qiladi. Bu holatda o'z qo'rquvingizni tushunish va nazorat qilish muhim. Yirtqich maymun xayoliy stress, norozilik va ichki kurashni ko'rsatadi. Tushda u hujum qilsa, bu ichki qarashlaringizni nazorat qilish va diqqatni jamlash kerakligini bildiradi. Fil hujumi hayotiy qadamlarda ehtiyotkorlik va strategiya zarurligini ko'rsatadi. Timsoh hujumi yashirin tahdid va xavf. Tushda u hujum qilsa, hayotiy vaziyatlarda diqqat va ehtiyotkorlik zarurligini anglatadi. Akula hujumi iqtisodiy va shaxsiy tahdid. Agar u hujum qilsa, hayotiy qarorlaringizda oqilona va tezkorlik bilan harakat qilish kerakligini bildiradi. Bu tushlarning asosiy sirlari shundaki, ular faqat qo'rquvni namoyon qiladi deb o'ylash xato. Ular sizning ichki energiyangiz, hayotiy qarorlaringiz va ruhiy tayyorgarligingiz haqida ham signal beradi. Hayvon qanchalik yirtqich bo'lsa, tushdagi qo'rquvingiz shunchalik chuqur. Agar siz hayvondan qochishga harakat qilsangiz, bu hayotiy vaziyatlarda ehtiyotkorlik qilishingizni anglatadi. Agar siz hayvonga qarshi tursangiz, bu ichki kuchingiz va tayyorgarligingizdan xabar beradi. Har bir tushdan keyin o'z hayotiy qadamlaringizni qayta ko'rib chiqing.